Leksimizden devam vatandaşım. Mana üç kağını gördünüz mü? Çırgın mı dahliyeti diken ço? Çırakның nur taşlışığa tesir yetkizdiği vatandaş. Mana esiviti enadaki çırağın çırak oldu ki. Apam mantığınızı koydum, sakıltı koydum size. Vatandaşım. Yanıma nakşçılarım kepli çiftlemişin onu oldu. Devam mı da tamam küçük olan. Bu çırak ne bana akılıp yek koysa ma çırakның nuru yakşı akıldı ki. Bu kardap kesse ama kördeşliğimiz kardap gidik vatandaş küçük olan. Bugün çizlağa 2024 yıl 8. ayının 1. gün hafta Perşembe. Yukarı leksiyanın devamını imzaladık. Bunun da bunun degenimiz bu komandallık 2025 yıl 3. ayda işe düşürdü. Yani bunun devamını da vatandaşım. Japonya'nın iktidarı, muşu ceriyanda Japonya'nın iktidarı, nime iktidarı zaten kamçılık. Tokyo ötken yılı, yani 2000 Tokyo ötken yılı, ya mesela, ötken yılı emez, Tokyo kiler 2027 yılı bağında devlet müdafiə hamçotunu bir həssi aşırdığanlığı elan kıldı. Demek 2 yıl bağ degen gel. Bu umumi Japonya milli daramatının 2%'ını teşkil kıldı. Washington bir xatarlık siyaset merkezinin yukarı derecelik tədqiqatçısı Nevşam bunda körsetdi. Japonya armiya taraf yeni asker kubul kılışı gerek. Gördünüz mü emdik badak geldi mi? Amerika Qo'shma Shtatlar Yaponiya turishliq askeri qismlarining darajasini yuqori ko'tardi. Endilikda tadqiqotchi Nevsham deydiki, Yaponiya navbatdagi askeri qismlarga qo'shib, ya'ni yangidan askar qabul qilish kerak. Va harbiy qurol-yarog' orqasab mulozimat bo'yicha mablag' solishi lozim. Buning uchun Yaponiya amaliy ish qilish bilan urushga tayyorlik qilishi lozim. Demek askeri kısımını to'liqlash, askeri kısımga mablag' solish, harbiy qurol-yarog' mulozimatga mablag' solish, musha tayyorlik, musha amaliy ish orqali urushga tayyorlik qilish lozim. Allah. Endi o'zidan so'rab baqishi kerak-ki, Yaponiya. Yaxshi ish qildingmi? Sen qanday qilib Amerika bilan birlashib urush qila olaysan? Zaruri planın var mı? Yoki askeri kısımlarını terbiyelegenmi yok? Undak bolsa sen hazırki dünya tuyuksuz yüz beradigan vakalarga kiralaysan. Tayyorlik qilgan bolsan kiralaysan va uni bir taraf qila olaysan. Tayyorliging bolsa Yaponiya armiyasi mushlarni qila olaysan ve tuyuksuz yüz beradigan vakalarga kiralaysan, qatnasha olaysan. O vakalarını bir taraf qila olaysan deydi tadqiqotchi Nevsham. Bunda tuyuqsiz yüz beradigan vakalar allaqachon yaqinlab keldi deb kishilar ansirashga boshladi. Mayli Yaponiyaning bu so'g'isi, mayli Tayvanning bu so'g'isi, mayli Filippinning bu so'g'isi, Filippin bilan ikki o'rtasida kelishim imzolandi. Shunda qoladimi? Bu so'g'isi bu so'g'alarga hozir aşı tehdit, sen tehdit deb ansiravatkan tehdit yetip kelishga başladı belki allaqachon yetib keldi. Amerika ve Japoniya yakshanba günü yani 7. ayının 28. günü Jungo burayında en zor derecede ig'vogarchilik qilayotganda devlet deb atadı. 7. ayının 28. günü Muşur ayında ig'vogarchilik, tehdit ve besim yoki zo'ravonlik hareketleri mesela Filippin dengizining aychog'lari paydo qilayotgan devlet hozir tehdit bu Cumhuriyet Halk Cumhuriyetidir deb atadı.
Yakından beri Jungo talaş tartışıp atkan Janubi Jungo denizi tezlik bilen askeri kuş topladı. Jungo'nu boş gelmek düzeyecek gördünüz mü? Bu tarafki askeri kuş topladı. Hem de Tayvan etrafında özlüksüz harbiy manevr elip badı. Jungo'nun reis Xi Jinping Tayvan'ı birlik keltirishga va'da berdi. Bazılar paraz qilishdi ki, yani Xi Jinping Tayvan'ı qurolli kuch bilan birlikka keltirdi. Jungo mushundaq ahvolda buruqton qilindimi? Yoki Jungo mushundaq ahvolda bo'g'ib tashlandimi? Masalan, 7 ayning 6 kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Amerika radio shirkati ABC xabarlarining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Mushu xabar hozircha tarjima qilinib kelmadi vatandosh. Demak, Xitoy degan qaltis sezgirjimi vatandosh, Xitoy qaltis sezgir millat, Xitoy degan ko'rdingizmi? Mana hozir diqqat qiling. Prezident Joe Biden nima deydi? Mana diqqat qiling vatandosh. Mundaq ko'rsatdi. Washington endi Tinch okean rayonida turg'izib chiqqan ittifoqdoshlar to'g'ri allaqachon Jungoni bo'g'ib tashladi. Yani allaqachon Jungoni buruqtom holatga keltirib qo'ydi. Prezident Joe Bidenning 7 ayning 6 kuni ABC muxbirining ziyoratida bergan javobi. Nevsham bu to'g'rida men o'z fikrimda qolaman dedi. O'z fikrimda qolaman dedi va bildirib bundaq ko'rsatdi. Qarab boqaylik, Jungo Tayvanning atrofida nima ish qilyapti? Qarab boqaylik, Jungo Tayvanning atrofida nima ish qilyapti? Üzüldürmey shundoq qilyapti. Har kuni shundoq ig'vogarchilik qilyapti. Hatta bargan sira Tayvanga yaqinlab kelmoqda. Demak, hozir Jungo Pele Qortadak harbiy manevr qadamma-qadam harbiy manevr qilib, hozir qadamma-qadam Tayvan chegaralariga yaqinlab kelmoqda. Jungo Tayvanni qorishib oldi deb ko'rsatdi tadqiqotchi Nevsham. Uning ustiga Jungo bilan Rossiyaning hamkorligi barxansiri ko'payyapti. Ular Yaponiyani aylanib o'tdi. Yaponiya va Rossiya Jungo parxodlari Yaponiyani aylanib o'tdi. Hatta aeroplanlari yadro iqtidorli bombardimonchi aeroplan hatta Amerika Qo'shma Shtatlarining Alyaska shtatiga yaqinlab keldi. Demak, Jungo buruqton bo'lishga tan bermadi. Deydi tadqiqotchi Nevsham. Yaponiyalik tadqiqotchi Gongja Bangyan mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yaponiyaning ittifoqdoshligini hargiz tuvan mo'lcharlashga bo'lmaydi. Ittifoqdosh degan sen uchun urush, xalqlar va xalqlar sen uchun urush va sen uchun urush qila oladigan, qon to'kishga rozi bo'ladigan xalqlar va davlatlardir. Buni sen ittifoqdoshlar desang bo'ladi. Kimdir burisi Jungo uchun Amerika bilan urush qiladigan ish bormi? Masalan, Jungoni qo'g'dab, Jungoga yordam qilib, urushga kirib, Jungoga yordam qilib, urushga kirib, Amerika bilan urush qiladigan bir ish bormi? Shunday ish mushu dunyoda yuz berishi mumkinmi? deb savol qo'ydi tadqiqotchi Bangyan, yaponiyalik tadqiqotchi. Men bilmayman. Hatta Rossiya bo'lganda hargiz unday qila olmaydi. Rossiya Jungoni qo'g'dab urush kirman deyilmaydi. Rossiya Jungoni qo'g'dab Amerika bilan urush qilaman deyilmaydi. Hargiz unday deyilmaydi deb ko'rsatdi Gongja Yambang, Yaponiya tadqiqotchisi. Rossiya taraf ham diqqat qilinglar. Haftaning 3 kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika bilan Yaponiya zo'r ko'lamli to'qnashib tayyorlik qilyapti. Rossiya tarafdan xabar. Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar ministrligi ma'lum bayonotchisi Nastasin shanba kuni muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Moskva dal hozir
Cungo ve Çavuşen bilen birlikte bunun cevap qaytırışqa teyyarlar kılıvatıdı. Mani çıkmaptı mı bu da, qanday qilib yaptın da. Onu tutmağını köydünüz mü vatandaş?